sizge hazır qandaroq ko'rinyotidi? Bir kengib qolganda yo'ruq. Bekli yo'ruqmi yoki bo'shroqmi? Quyosh nuri derislardan tushib turdi. Nayt yaxshi, ha? Intayin yaxshi. Anda bu liftning eshigini besing, biz lift bilan chiqaylik, ha? Yaxshi, ichildimi eshik? Atlab kiravering. Atlab kiring. Yaxshi. Anda bo'lsa, lift nayt tez chiqishga boshladi. 1 Sizmi sanang? 2 3 4 5 6 Her bir qavat lift üstünge örlep manganda siz aslidagi hozirgi ishingizga kelishga boshladingiz. Necha keldik? Necha 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hazır bütünlay aslidagi hozirgi holatыңыз qaytib keldingiz. Yeshingiz hozirgi holatga qaytib keldi. Hozirgi holatdagi kichik vaqtingizga necha yoshga kirgandingiz dastlabda? 13 yoshmi, 15 yoshmi? 15 yosh altыңızdan hozir holatыңız qaytib keldi shunaqmi? Yeni cho'ng holatыңız qaytib keldi. Hozir liftning ustiga chiqiblam, nimalarni ko'rdingiz? Binalarni, yo'llarni, mashinalarni, Yenichi. Yenichi. Osmon qarab yiqqan nimani ko'rdingiz? Osmonda uchayotgan qushlarni, ko'k osmonni ko'rdim. Ko'nglingiz g'ash turamdi yoki yurib ketdimi? Ko'nglim bilib echilgandek bo'ldi. Bundan keyingi kelgusingiz nima ishlarni qilishni o'ylayapsiz? Kelgusida ben xizmatni yaxshi qilsam, ota-onamni balki qilib o'lchavda xabar olsam, urug'larim bilan kunda ko'rishib tursam. Nayt yaxshi, ha? Intayin yaxshi. Intayin yaxshi, intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Siz intayin batur, intayin qaysar, intayin tirishchan qiz, o'zingizga ishining. Siz intayin qaysar, intayin batur, intayin tirishchan qiz. Nurg'un do'stlaringiz bor, atrofingiz kishilar bilan shunchalik yaxshi o'talaysiz. Bayam ayni ota-onangiz bilan, dadingiz, opingiz, hadingiz bilan shunchalik muңliq, shunchalik yaxshi sirdoshdingiz. Hamda atrofingiz xizmatdoshlaringiz, do'stlaringiz, ruh tuqqanlaringiz bilanmi yoki o'qituvchi yoki o'zingizni qo'ydigan har qanday o'quvchilar bilanmi nihoyat yaxshi chiqishib o'talaysiz. Siz intayin qaysar, intayin tirishchan, intayin oq ko'ngil qiz. Siz hozir shunchalik go'zal manzarlarni ko'ra oladigan, hayotga bo'lgan qizg'inligingiz nihoyat yuqori. Shunchalik tirishchan holatga o'tishga boshladingiz, hamda o'tib bo'ldingiz. Andaq bo'lsa, men birdan 3 kun sanayman, sizdagi gapingiz buyruqlari butunlay bekor bo'ldi. Shu vaqtda siz ko'zingizni ichiblam, nihoyat qaqoqlab kulib, shunchalik xo'shal holda, o'zingizning nihoyat yeniklab, shunchalik paxtadek yenik, rahatlanib o'tganligingizni his qilsiz. Siz hozir intayin bexatar, intayin xotirjam, intayin erkin holatga o'tdingiz. Vujudingizda shunchalik bir vujudiy kuch, butun badaningizda, ruhingizda shunchalik bir ajoyib bir vujudiy kuchga ega bo'ldingizki, buningdan keyin turmushga shunchalik yaxshi muomala qiladigan, yaxshi qaraydigan, turmushni to'g'ri tushunadigan, jamiyatga nurg'unlagan to'kib qo'shadigan, yaramliq odam tarbiyalaydigan shunchalik xislatlik
nayt tirishchan, nayt aq ko'ngil holatlaringizga kirishga boshladingiz. Siz intayin qaysar, intayin irodalik, intayin botur qiz. Men birdan 3 kun sanaganda siz shunchalik xo'shal holda ko'zingizni ichib, nayt o'zingizni yeniklab qolganligini his qilsiz. Shu chaqda sizdagi hipnoz buyruqlari butunlay bekor bo'ldi. 1 2 3 ko'zingizni ochsangiz bo'ldi. Qandaroq tursiz? Mislan qandaroq? Qanchalik yengillikda? Hech qanday besim yo'q. Men hech qanday bir azob oqibatga yo'liqmadim. Bir kulpaqqa ko'ray. Ko'rgan oxiri jilg'aynib ketadi. Jig'labani jig'lab oldingiz-ku. Qanaq haqiqiy bir hissiyotingizni yana bir anglab baqqım ba. Mushu chiroyingizdan chiqqan kulkilardan men shunchalik xo'shal bo'ldim. Turmushga qanday qaraydigan, do'stlar bilan, xizmatdoshlarimizga qanday o'tadigan holatni bir deplikni anglab baqay. Hamishda kam bo'lsa qo'yishni. Yenchi. Bir ishlar yo'qkan to'g'ri ma'lum qilish. Uni nereden o'ylab topdingiz? Burun shundaqmidingiz, emasmidingiz? Burun qandaqdingiz bir anglab baqay. Bir o'zimni o'ylaydim. Masalan, birasik telefon qilgan bo'lsam, telefonni olmasa, chuqur mening telefonimni olmadi deb og'rinyapti. Bu tujuqsizlar unda o'ylamaydigan bo'lib qolibsiz ya? Qanday olmishda bo'lib qolgansiz? Bir xil yeniklab qolgan bo'lg'ach shunday his qildim. Yeni qanday hissiyatda bo'ldingiz? O'yitkilanbek sig'inib ketdim. Bayam ko'rishdingizmi, ko'rishmadingizmi? Ko'rishdim. O'zingizni ko'ra oldingizmi? Dadingizni ko'ra oldingizmi? Dadamni ko'rdim. Apangizni-chi? Opamni ko'rdim. Dadingizni? Ko'rdim. Ular qancha uzoq bo'lgan ko'rishmagali? 1 oy. Odatda uyda chaqdimi, pat-pat ko'rishamdinglar yo ko'rishmamdinglar? Shu ocham bilan kun ko'rishdik, lekin cho'nglar bilan haftada bir ko'rishdik. Achingiz bilan kunda ko'rishgan vaqtlarda fikr almashtirish bormidi yoki qanday holatda tanglar? Jiqi paranglashmaydi. Buningkin paranglasha oladigan bo'ldingizmi ya? Masalan, qaysi usulda paranglashni o'ylab qo'ydingiz? Masalan, ko'proq ko'ngil bo'lishni, unga kuyinishni. Ben bezaksa qo'pollik qilib qo'ydim-chi. Qo'pollik qilib beshingiz ko'tarib ketdi. Ko'ngil yerim bo'lib. Odatda dadangiz bilan ko'proq paranglasha olamdingiz, paranglasha olmamdingiz? Yo'q. Shu opam bilan, ocham bilan ko'proq paranglashdim. Dadamning hech paranglashishni ko'chirdim. Jiqqa dadamni dinlaydi. Şu cihar ketlerimni şu degan gap ocham papamiz shu to'y yig'lab shig'ar qiladi. Hozirchi hamdi. Hozir yeniklab qoldim. Ko'nglim nim gap bo'lsa o'yitkilaydi desam bir yeniklab qoldim. Buni shunday qila olamsiz? Chuqur qilaman. Dadingizga qo'rqmay qila olamsiz? Dadingiz odatda aroq ichamdi, ichmamdi? Ba'zi vaqtda ichib qoldi, shu ichgan vaqtimda qon besimni ozroq yuragimning dardi boshqa ansirab kechiy uxlayolmaydim. Dadam aroq ichsam, o'lib qolgandek ashunda his qilib uxlayolmaydim. Shunday tarbiya birdi, lekin dadamni ba'zi vaqt majburlab yo ichib qolgan bo'lg'achqa o'zim xijillik qilib yozgandim. Yana chuqur ishmas. Siz gap qilsangiz anglarmi? Anglish mumkin. Bayam anglitib bo'ldingiz shunaqmi? Yaxshi ya. Yana boshqa deydigan gaplaringiz bormi? Hozirgi hissiyotingizni yana bilgim bor. Hozirgi hissiyotim shu. Menga ozorlagan barliq kishilarni kechirdim. Yengillab qoldim. Ularni ko'rsam bir xil beram bo'lib qo'sh. Ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Berib urishqim kelib, ko'nglim ketdi. Hozir bu azoblarimni unutib gandek his qildim. Unda bo'lsa barliq sizga azob bergan kishilar
ularga burun qanda qaraytdingiz, hozir kechiritilgan bo'lib qaldingiz, shundaqmi? Burun qanda muomala qildingiz? Ularni ko'rsam, ularning ular qilganlarini qat'iy ideyamni o'tkazmay turib, ularchilik qilgandek his qildim. Shu ularni ko'rsammi, shu ochiqni chiqarib olish uchun bir oyimiz bo'lsin, bir ses gap qilsam bo'lmaydi. Ashunda gap qilsangiz ish hal bo'lamdiki, bo'lmamdiki. Ashta qilgan chog'da qanday bo'ldiki barlig'inglar? Unda texnik shirklashib ketdi. Ziddiyatlarni cho'q qilishib. Nayt yaxshi ya. Nayt yaxshi. Anda bo'lsa, siz hozir ularni kechirib bo'ldingiz, shundaqmi? Shundaq bo'lsa-mu biz jiltizdan ularni kechiritish bir mashq ishlaylik ularda. Yaxshi. Bayam siz menga o'g'lan demagandikan, men bularni tashlab qo'yibdiman. Anda bo'lsa, endi biz cho'nqur alda mushu yushin anga kirib turib, haqiqiy ularga bo'lgan keng qo'saqligimizni jiltizdan bir tozalab deylik, qanday deysiz? Unda bo'lsa, men 1dan 3 ga sanayman, siz davomli cho'nqur uyqu olib ketasiz. Siz o'zingizni erkin holat tutib o'tiring. O'zingizni erkin holat tutib o'tiring. Mushu qo'lim qarang. Qo'lim bir-biriga chaplashib, pastga tushgan aman, ko'zingiz yumilib, butunlay cho'nqur 6-darajaga uyquga kirgisiz. O'zingizni erkin qo'yib, cho'nqur nafas olib, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uxlang. Ayt yaxshi. Hozir biz o'shmanlikni yo'qotaylik. Ko'z oldingizga sizga azob bergan barliq kishilarning chiroyini ko'z oldingizga keltirishga boshlang. Sizga azor bergan, sizni bo'zaq qilgan shu kishilarning shu chiroyini, shu holatlarini ko'z oldingizga keltirishga boshlang. Har bir qatim sizga azor bergan, o'zingiz o'g'onliq uchirgan shu vaqtdagi shu kishilarning taqdirqi, chiroyi, shu ovozlari, shu holatlarini ko'z oldingizga keltiring. Intayin yaxshi. Siz yana shu holatlarni qora, oq holatga o'zgartirishga boshlang. Qora, oq holatlarga o'zgartirishga boshlang. Tuyuqsiz sizga azor bergan shu kishilarning chiroyida, burniga shunchalik uzun burundan birisi paydo bo'lib qoldi. Intayin kulkulik. Ikki mangziga qip-qizil anglik surkab qo'ygan. Ko'zingizli kulgingiz keldi. Xuddi itotlardagi qiziqarliq itotlardagi shu kishilarning chiroyiga o'xshash yoki so'ngukung yoki uningdan boshqa nihoyat qiziqarliq bir chiroy ko'z oldingizga keldi. Buningdagi shu sizga azor bergan, sizni bo'zaq qilgan shu kishilarning ko'zingizla nihoyat qaqaqlab kulyapsiz. Intayin yaxshi. Sizga butunlay kulki kirishga boshladi. Sizga kulki kirishga boshladi. Intayin kulyapsiz. Buningdagi shularni ko'zingizlar putingizga urib kulgingiz kelib ketadi. Bularni ko'zingizda kulyapsiz. Chiroyingiz azroq ochiqlanishmi bo'lmaydi. Qaqaqlab kulishga boshlaysiz. 1 2 3 to'xtamay kulishga boshlaysiz. Shularni ko'rgan aman to'xtamay kulishga boshlaysiz. Intayin yaxshi, to'xtamay kulishga boshlaysiz. Endi tujuqsiz sizning oldingizga ular uchirgandan keyin ular sizga nihoyat mehribon, nihoyat oq ko'ngil, shunchalik mehribon, shunchalik oq ko'ngil, nihoyat yaqin do'stlardek ko'rinib ketadi. Endi buningdan keyin siz hech qanday o'shmanlik saqlamaysiz. Sizdagi o'shmanlik, ularga qilmoqchi bo'lgan, sizga qilgan gaplaringizmi yo'q? Ularga ziqlaringizni tiqmaysiz. Kinoyil gaplarni qilmaysiz. Ko'rgandan ko'zingizga shunchalik chiroyli, shunchalik mehribon, kuyimchan, yaqin do'stlaringizga o'xshash muomala qilsiz. Ular sizga shunchalik mehribon ko'rindi. Hammasi shunchalik oq ko'ngil kishilar asli.
Ularning hammasi shunchalik oq ko'ngil kishilar. Anda bo'lsa, men birdan 3 kun sanayman, shu vaqtda siz shunchalik xo'shal holda aslingiz qaytishga boshlaysiz. Butun badanlaringiz shunchalik rohat, ro'yaltingiz shunchalik sog'lom, shunchalik erkin, shunchalik rohat olib ketasiz. Siz intayin bexatar, intayin qaysar, intayin oq ko'ngil, intayin tirishchan qiz. 1 2 3 Sizdagi gipnoz buyruqlari butunlay bekor qilindi, Nayt yaxshi, intayin yaxshi. Hozir qanday his qilyapsiz? Hozir alqman azalaganini o'ylsam, kulgim ketdi. Qanday kulgingiz kelyapti? Alaqi burunlarga qizil narsalarni chaqirib qolgan ko'zlardan ketdi. Ashlanib ko'rsangiz qanday muomala qilasiz bundan keyin? Kulimsirayman. Nima qilsiz bekor kulimsirab? Ular salom qilsa, chuqur kulimsirab o'tib ketishi mumkin. Agar salom qilmay qolsa-chi? Salom qilmasa men qaramayman. Nima qarmaysiz? Siz salom qilishni o'ylab boqmadingizmi? Salom qilishni o'ylab baqqan lekin jur'at qilolmaydim. Emniyet cüret qila olaysiz. Cho'qim ularning sizga salom qilish kerakmi? Yo'q. Siz boshqalardan nimaga erishmoqchi bo'lsangiz, qanday qilishingiz kerak? Men shular yaxshi muomala qilsam, Yaxshi muomalaga erishsiz, shundaqmi? Nimaga erishmoqchi bo'lsangiz, qanday qilishingiz kerak-ka? ozroq Shuni berishingiz kerak-ka, shundaqmi? Biz boshqalardan nimani talab qilsak, oldi bilan qanday qilganmiz? biz shuni bersak, boshqalardan bizni To'g'ri. Siz mehr-muhabbatga erishmoqchi bo'lsangiz, qanday qilishingiz kerak-ka? men boshqalarga mehrimni bersam, ularni qaytadi. To'g'ri. Siz ularga o'muyib qarasangiz, ular nimani berdi sizga? Olib O'muyishni berdi, shundaqmi? Kulimsirsangiz nimaga erishdi ekansiz? kulimsirashga. Anda siz oldida dadil olda tinchlik so'rab, ahvol so'rab salomlashsangiz, siz nimaga erishdi ekansiz? Alloh muomalaga. Shu salomga erishalamkansiz, erishamayamkansiz? Anda bu siz cho'qim bundan keyin shularning sizga salom qilishini kutamsiz yoki qanday qilsiz? Ko'rib qolsam, men avval salom qilishim Mumkinmi yoki qila olamsiz? qila olmayman. Nayt yaxshi, o'zingizga ishining, amniyatsiz qila olaysiz. To'g'rimi? Nayt qaysar, nayt batur. Intayin oq ko'ngil qiz aslisiz. Siz cho'qim qila olaysiz o'zingizga ishining. Men sizga bir topshiriq beraman hozirdan boshlab. Siz beshingizni ustun ko'tarib turing. Sizda buningdagi o'zingizni tuvan ko'rish bo'lmasin. Bulamda? Burun azroq bog'u deyman. Shundaqmi? Hozir sal o'ngshaldagandek turamsiz ya. Lekin yana butunlay biz o'ngsh o'tish uchun qanday qilamiz deganda, siz attigini aynak qarab turing. Men bilan tang qiling, Hozir siz meni aynak deb o'ylang. Ismingiz nima? Nuriya. Nuriya. Siz attigan o'rningizni qo'pib, yuz ko'zlaringizni yuvitib, aynak qarab, men dorang. Topshiriq ishlaymiz. Men sizga topshiriq beraman. Nuriya. 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 Sen qaltiz. Sen qaltiz. Aynak qarang. Oldingizda bir aynak bor deb o'lting. Udul qarang. Oldingizda bir aynak bor deb udul qarang. Udul shu yerda bir aynakni ko'z oldingizga keltiring. Nuriya. Nuriya. Sen qaltiz. Sen qaltiz. Sen qaysar. Sen qaysar. Sen o'zingga ishon. Sen o'zingga ishon. Sen intayin qaysar qiz. Sen intayin qaysar qiz. Sen o'zingni intayin botir chaqla. Sen o'zingni intayin botir chaqla. Sen intayin o'zingni qaysar chaqla. Sen o'zingni intayin qaysar chaqla. Sen o'zingga ishon. Sen o'zingga ishon. Sen barliq kishilar bilan yaxshi o'talaysan. Sen barliq kishilar bilan yaxshi o'talaysan. Sen intayin botir, intayin qaysar qiz. Sen intayin botir, intayin qaysar qiz. Sen o'zingga ishon. Sen o'zingga ishon. Sen cho'qim qila olaysan. Sen cho'qim qila olaysan. Nayt yaxshi, mushu topshiriqni har attigini aynak qarab turib, qo'lingizni ushlasangiz bo'ldi. Aynak qarab turib ishlaysiz bulamda. Buni bir oy ishlang, Ma'qul. Bir oy ishlagandan keyin sizdagi o'zini tuvan ko'rish yoki qo'rqinish degan narsalarning hammasini cho'rib tashlashga boshlaysiz. Bulamda. Uningdan boshqa ko'proq boshqalar bilan paranglashing, ko'proq do'st tuting, ichki sirlaringizni o'zingiz yaqin ko'rgan do'stlaringizga deyish, fikr almashtirish degandek ko'proq shuna qilib bersangiz, sizdagi bu ro'y holat texmo yaxshilanib ketadi. Bulamda. Anda bo'lsa, sizning texmo salomat bo'lishingizni umid qilaman. Anda bo'lsa, xayr xo'sh, agar xohlasangiz maslahat olsangiz kelar qatim ko'rishaylik, Bo'ldimsa. Assalomu alaykum ko'pchilik. Yuqorida biz bu xonimningki
jur'atsizligini, boshqalar bilan inoq chiqishib o'tamaydigan sabablarni, hamda balaliq vaqtidagi qalbidagi jarohatlarni, hamda ota-onasi, urug' tuqqanlari bilan qandoq muomala qilishni bilmay vatqan vaqtidagi bu holatlarni biz qalb zaxmisiga kirish orqali, qalb zaxmisidagi jarohatlarni psixikalik maslahat berish orqali gipnoz holatida turib, yushirin ong kirib turib, biz davolash etdik. Undaq bo'lsa, biz doim turmushimizda, xizmat jarayonida va kishilik munosabatda va nurg'unlagan besimlarga uchirgan vaqtimizda o'zimizni qandoq tangshashni yoki qilib jarohatimizni qandoq saqaytishni bilmay qolamiz. Shunday vaqtda atrofimizdagi nurg'unlagan psixika o'qituvchilari yoki davolash organlari yoki boshqa gipnoz ustunlari bo'lamdi. Shulardan maslahat olish orqali o'zimizdagi shunday jarohatlarni vaqtida bayqab davolanishinglarni umid qilaman. Undaqda biz bu hammani gipnoz bilan davolash deb tushunib olsak bo'lmaydi. Yana shu gipnoz bilan davolash jarayonida bizda texmi mo'l bo'lgan shu psixikalik materiallarni ko'proq ko'rish, uningdan boshqa nurg'unlagan ko'plagan nurg'unlagan materiallarni ko'rib izlanishimizga to'g'ri keldi. Shuning biz gipnozlab turiblar, buni butunlay mushtaq hal qilyapmiz deb buni mushu mutlaqlashtirsak bo'lmaydi. Mushu gipnoz holatida turib, yana yushirin ongga akirib turib, biz mushu qalb jarohatlarini yana psixikalik usullar orqali, ilmiy usul bilan davolash etpasak, mushu davolang'uchi kelganlarningki qalb yarasini biz nayt yaxshi davolab pak-pakiz o'zdiki bu jarohatlarni davolagandan keyin nayt yenik ro'yalti nayt sog'lom kelgusi bo'lgan ishonchini nayt yuqori ko'targili bo'ldi. Unda bo'lsa, ko'pchilik har qaysinglar o'zinglardagi masalalarni baldur bayqab, baldur psixik o'qituvchilarga ko'rinib, vaqtida bir taraf qilishinglarni umid qilaman. Ko'pchilik rahmat.